وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugun hadis ko'rsatmalar darsimizning 105 darsini o'qiymiz. Darsimizning mavzusi Odam alayhissalom bilan Musa alayhissalomningki munozarasi degan haqda bo'ladi. Bu vaqtda biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bir hadisini ko'rib o'tamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم يا موسى استفاك الله بكلامه وخط لك بيدي أتلوموني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة. فهجم آدم موسى. Abi Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundaq degan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi. Odam alayhissalom bilan Musa alayhissalom o'zaro munozirlashdi. Bir-biriga hujjat keltirishib, Musa alayhissalom Odam alayhissalomga dediki, ey Odam, sen bizning otimiz, sen bizni ziyon tortqizyapting, sen bizni jannatdan chiqaryapting deb shundoq deganda, Musa alayhissalomga Odam alayhissalom mundaq dedi: ey Musa, Alloh subhanahu va taolo seni o'z kalomiga tanladi. Yine o'zining kalomini bir vosita anglashga seni tanladi. Sana o'z qo'li bilan Tavratni yozib berdi. Sen meni Alloh subhanahu va taolo meni yaratishdan 40 yil burun menga Alloh yazgan bir ishga qarata sen menga malomat qilyapsan dedi. Da Odam alayhissalom Musa alayhissalomga hujjat keltirishda g'olib keldi. İmam Müslimning yana bir rivoyatida mundaq deyiladi: ihtajja Adam va Musa alayhissalam inda robbihima fahajja Adam Musa qala Musa anta allazi khalaqaka Allahu bi yadihi wa nafakha fika min ruhihi وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أحبت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم أنت موسى الذي استفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح تبيان كل شيء وقربك نجيا. فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق. قال موسى ب40 عام. قال آدم فهل وجدت فيها وعسى آدم ربه فغوى. قال نعم. قال أتلوموني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني ب40 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهج آدم موسى. İmam Müslim için boğan yeni bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deydi ki, Odam alayhissalom bilan Musa alayhissalom Alloh subhanahu va taoloning qo'shida o'zaro munozirlashib bir-biriga hujjat keltirishgan da Odam alayhissalom Musa alayhissalomga hujjat keltirishda g'olib kelgan. Musa alayhissalom deganki, sen Alloh taolo seni o'z qo'li bilan yaratgan, sana o'z ruhidan fuydigan, sana malaikalarni sayda qilgan, seni o'z jannatida urullaştırgan Ademsen. Andın sen insanlarını öz hatalıkın sebepli zimminge düşürmettin dep şundaq degende, Adem aleyhisselam degen ki sen ey Musa, sen bolsan Allah seni öz risalatiga, peygamberligiga tanlagan, özüdün bir vasita vahiy anglashga tanlagan, hamma narsaning bayoni unda bo'lgan Tavratni sana bergan va seni o'ziga bilan munojat qilishga yaqinlashtirgan Musa sen. فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق.
sen men yaratılışdan burun Allah subhanahu wa ta'ala'nın men yaratılışdan burun qancha yil ilgiri men yaratılışdan qancha yil burun Tevrat'ta mende bo'lgan mush ahvollarning mendin sodir bo'lgan shu ahvollarning Tevrat'ta men yaratılışdan burun qancha yil ilgiri Allah'ın Tevrat'ta onu yazganlığını tapdingmi deganda Musa alayhissalom 40 yil yine seni yaratışdan burun senin aşındak işlerini kıladiganliging seni yaratışdan 40 yil burun yazılgan deb shundoq deganda Adem alayhissalom deydi-ki fahal vajadta fiha sen Tevrat'ta Adem Rabbiga Parvardigorning emriga xiloflik qildi shuning bilan u ozdi deganni topdingmi deganda ha topdim degan. Tevrat'ta bunimi hemen ko'rdim deganda Adem alayhissalom deydi-ki sen meni Allah subhanahu wa ta'ala meni yaratishdan 40 yil burun uning o ishni amal qildiganligimni menga Allah yozgan bir amalni amal qilganligimga qarata malomat qilib o'tamsan deb shundoq degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deydiki mana Adem alayhissalom mushu hujjatlar bilan Musa alayhissalomga g'olib kelgan deb shundoq deydi. Endi bu Adem alayhissalom bilan Musa alayhissalomning munozir masalasi kirishdan burun biz Adem alayhissalomning qisqagina ahvoliga to'xtalganimizda Allah subhanahu wa ta'ala Adem alayhissalomni zamindan yani tuproqdan yaratib uningga o'z ruhidan fidab uningga barliq narsalarning ismlarini o'rgatgan. Malaikalarni Adem alayhissalomga sajda qilishga buyurgan, malaikalarni uningga sajda qildirgan. Adem alayhissalomga Adem alayhissalomning o'zidan yani Havo onamizni yaratib bergan va bu ishko'ylarni jannatda o'tiraqlashtirgan. Yani siz ishkinglar ma jannatda o'tiranglar, bu jannatdan o'zinglar xohlagan bu kang tasha yanglar, lekin bu daraxtga, mushu daraxtning mevasiga yaqinlashmanglar. Agar sizlar bu daraxtning mevasiga yaqinlashib qolsanglar, zolimlardan bo'lasizlar deb Adem alayhissalom bilan Havo onamizni jannatda o'tiraqlashgan. Ve Allah subhanahu wa ta'ala shundoqla o ishko'ylarni iblisning uchuq dushman ekanligidan ham agahlandırgan. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala Adem alayhissalomni yani mushu jannatda o'ltiraqlashganligi haqida Sur A'raf'ninki mushu 19-oyatidan 25-oyatgacha bo'lgan oyatlarda tafsiri bunu bayon qilgan. Allah subhanahu wa ta'ala deydi ki ey Adem sen ayoling bilan ikkinglar birga jannatda turinglar. Jannatning mevalarini xohlagancha yenglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Unga yaqinlashsanglar zolimlardan bo'lib qolasizlar degan. Lekin shayton ularning yepiqliq avratlarini ochib o'tish uchun ularga vasvasa qilgan. Shayton deganki Parvardigoringlarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishni man'iy qilganligi faqat sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki jannatda menga turib qolmasliginglar uchun deb mana shunday vasvasalarni qilgan. Shuningdekla yine şeytan deganki men cho'qim sizlarga sodiqman deb qasam ichib bergan. Aldamchilik usullari orqali ularni yuqori martabadan tön martabaga tushirib etgan. Daraxtning mevasini yegandan keyinla ularning arvatlari yechilib qolgan. Ular jannatdagi daraxtning yaproqlari bilan arvatlarini yepishga boshlagan. Ularning yine Allah subhanahu wa ta'ala ularga men sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishni ma'ni qilmaganmidim? Shubsizki shayton sizlarga haqiqatan oshkor dushman demaganmidim deb nido qilgan. Adem alayhissalom bilan Havo onamiz shundoq Allah subhanahu wa ta'ala iltijo qilganki ey Parvardigorimiz biz o'zimizga zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang biz cho'qim ziyon tortishlardan bo'lib qolamiz deb Allah subhanahu wa ta'alaga yig'lab tövbe qilgan. Allah subhanahu wa ta'ala Adem alayhissalomning tövbesini qabul qilgan, Adem alayhissalomni to'g'ri yo'lga yetaklagan, lekin bu yerda o'tkazib qo'ygan kamchilikga qarata uningga bir vaqtlik jazoni hukm qilgan. Bu berilgan jazo nimati deganda yine cennetin ziminga tushirgizilish edi.
Şunu Allah subhanahu taala deydi ki bu yerde şu Adem Aleyhisselam'ın ve Havva'nın ve şeytanın üstü bir ceza veriliş lazım ki geçke Allah subhanahu taala dedi ki sizler birbirlerine yani şeytan insanga, insan şeytanga düşman bolgan halatda birbirine düşman bolgan halatda ziminga tushinglar. Ecrinlar tutganga qadar, tuggan qadar yer yuzida tursular ve onundan faydalanasizlar degan. Allah degan ki yer yuzida yashaysizlar, yer yuzida o'lusizlar, qiyomat kuni yana shu yer ostidan chiqarilasizlar degan. Mana bu oyat kerimlarning mazmuniga qaraganimizda Allah subhanahu va taala Ademni, Havvani ve iblisni ziminga tushirayotgan. Jazo ustida. Shuning bilan mana bu ziminga tushgandan keyin mushaqqatli safar boshlangan. Ve Adem Aleyhisselam'ning ve Havvanimizning avlodlari shuning bilan bu ishko'ylarning xatoligining bedelini to'lashga boshlagan. Shuning bilan ziminda bir holat shakllangan. Endi biz bugungi darsimiz bo'yicha hadisning mazmuniga kelsak, Musa Aleyhisselam'ning ruhi Adem Aleyhisselam'ning ruhi bilan üstünki alemde uçurashganda Musa Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'a sen bütün insaniyetin atısı Musa degende sen ya Adem Allah Teala'sını öz kuluyla yaratkan, sana öz ruhuyla füdügen, sana malaikelerini secde kıldırtkan, sana cennetinde oturaklı durgan şunda kalmasın o degende şunda ise degende Musa Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'dan ki seni Allah Subhanahu wa Taala aşı bötüp daraxtning meyvesini yaştan seni toskan. Lekin sen Allah'ın bu emrine asilik kıldın, onun meyvesini yedin. Şunun bilen senin hatalıkın seni cennetten çıkarıverdi. Ve sen bütün insaniyetini bahtsız kıldın ya Adem. Senin evlatların şu sebeple buna sen evlatlarını davzakta kürüşüge sebep buldun. Allah bilen kasem senin kılgan muş işlerin boğmagan bolsa senin evlatlarından bir Adem davzak girmekte bulayımız cennet yaşaydı. Çünkü sen ya Adem bizni ziyan kızıvatın cennet nimetlerden bizi mahrum kaldın. Belki senin bazı evlatların cennetten mengu mahrum kaldı. Şunun bilen sen bizni masiyetke, ezişka, ozgullukka muşundaq bir düç kılgan halatga koydun diyen. Bundak degende Adem Aleyhisselam degen ki sen kim degende o Musa Aleyhisselam ben Musa degende sen Bani İsrail'nin peygamberi Musa mı degen ha degen. Adem Aleyhisselam degen ki seni Allah Subhanahu wa Taala peygamberlikle tanıdı. Seni özünün mahfallarını hiç qanday adamın vasıta kılmasın bevasıta sana vahiy qilishga seni tanıdı. Sana bevasıta söz kıldı. Şundaq emasmı degen şundaq. Seni Allah Subhanahu wa Taala sana Tevrat'ını verdi. Tevrat'ta ne Allah Subhanahu wa Taala sana öz koluyla yazıp verdi. Sana nurunu öğretti. Men seni zimin ehlinin en alimroq deb o'ylaydim. Qandaqski sana hamma narsaning Allohning taqdiri bilan yaratilganligi sen qanday bo'lib mahbul bo'lib qoldi. Sen muşu men yaratılıştın, Allah beni yaratıştın 40 yıl burun bana Allah Subhanahu wa Taala yazıvatkan bir iş kartasın. Man qanday malamet kılırsan. Allah Subhanahu wa Taala özünün malaikelerine degen dursa inni ja'ilun fil ardi halife. Men ziminde bir izbasar yaratımen. Yani ziminde yaşaydıgan bir insan Adem'ni yaratımen diyen. Yine men asli yaratılışta ziminde yaşayotgan yaratılgan men. Şunu men sizlarni cennetten çıkarıvatmadım. Lek degan. Men daraxtni yedim. Daraxtni yeb saldim ve Allah Subhanahu wa Taalaga tövbe kıldım. Allah Subhanahu wa Taala mening tövbemni qabul qildi. Allah Subhanahu wa Taala halisa meni cennette qaldırışı mümkündü. Lekin Allah Subhanahu wa Taala'nın meni yaratışdan 40 yıl burun yazgan qazası Allah Subhanahu wa Taala'nın takdiri icra oldu ki Allah bizni bu ziminga tushiribdi deb shundaq degan. Demek Adem Aleyhisselam Musa Aleyhisselamga mana bu hujjatlarni keltirishda g'olib kelgan
Şunlar Adem Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ı bu meselede toxtatqan. Bu işköylerinin oturusida şununla düşünüş ve bir razılık meydan kelgan. Endi hadisning umumiy tushunchasiga kelsak, endi bizga bir savollar kelib chiqdi bu hadisdan-chi. Qanday savollar kelib chiqadi deganda, bir ma'siyat o'tkazguchiga o'zining o'tkazgan ma'siyatidan qazo va qadarni bana qilib turib, taqdirni bana qilib turib, o azaldagi Allohning ilmi azalda meni mushunda qilganligim yozilgan deb o'zining ma'siyatidan o'zini aqlishi durustmi? O'zining qilgan xatoligiga qarata özür bayan qilishi, yana bu qazo va qadarni mushunda yozib kelmama deb mushunda özür bayan qilishi durustmi? Masalan, bir aroqkash mening qazo va qadarda aroq ichishim yozilib ketganda, yana bir o'g'ri mening qazo va qadar o'q qilishim yozilib ketganda, mushunda bir sabab qazo va qadardan bana qilib ma'siyatidan o'zini aqlishi, jinoyatini o'zini aqlishi durust bo'ladimi degan bir savol keldi. Javob durust bo'lmaydi. O'zining ma'siyatini aqlashga bo'lmaydi. Onda olsa Adem Aleyhisselam bilan Musa Aleyhisselamning o'rtasidagi masala nima deymiz unda da? Musa Aleyhisselam Adem Aleyhisselamni ma'siyat o'tkazib, o'zining ma'siyatini o'zi aqli demasmi? Yo'q. Bu yerda bu masalaga javob berib İbn Hajar rahimahulloh deydi-ki, Adem Aleyhisselam hargizmi o'zidan sodir bo'lgan bu ma'siyatdan qazo va qadar bilan buni o'zr etmagan. Ya'ni ma'siyatidan qazo va qadar bilan aqlmagan. Ya'ni o daraxtni yeb sağanligidan qazo va qadar bilan o'zini aqlmagan. Mening taqdirda mush daraxtni yeganligim, taqdirda mening mush daraxtni yeyishim yozilganligi uchun shu yedim deb bundoq degan masala yo'q bu yerda. Bu faqatlan anda olsa javob bergan javobi nima desa, to'g'ri bo'lmagan malomatdan o'zini mudofaa qilgan. Chunki Musa Aleyhisselamning Adem Aleyhisselamga qilgan malomati to'g'ri bo'lmagan bir malomat edi. Nimishqa? Chunki Adem Aleyhisselam Musa Aleyhisselam nimaga malomat qildi? Malomati nima zodi? Bu daraxtni yeganlik qarta emas Musa Aleyhisselamning malomati. Musa Aleyhisselam Adem Aleyhisselamga Adem Aleyhisselamning kasbidan bo'lmagan bir ish bilan chiqartan malomat qilgan. Ya'ni Adem Aleyhisselamga insonlarni jannatdan chiqarayotganlik qarta, ya'ni sen mush xatolikni o'tkazarliq butkul insoniyat jannatdan chiqib qoldi deb insoniyatni jannatdan chiqarayotganlik qarta bu malomatni qilgan. Lekin Alloh subhanahu va taolo Adem Aleyhisselamni asli yaratganda zaminda yashayotgan qilib yaratgan. Hammamiz Qur'oni Karimni bilamiz. İnni ja'ilun fil arzi xalifa. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Adem Aleyhisselamni zaminga izbasar qilish uchun yaratganligi uchun, yana bu Adem Aleyhisselamni sen insoniyatni jannatdan chiqarayotgan degan bu xato shu malomati qarta o'zini aqlgan qarta o'zining nima qilgan bu qazo va qadarni o'tirga kelgan. Ma masal qarta qazo va qadarni so'zlagan Adem Aleyhisselam. Bu mening bu zamindan tushirishim, jannatdan chiqarilishim bu asli yozilgan ishdi. Ammo yemang degan daraxtni yeyishga qarta emas. Onda da Adem Aleyhisselam hem shundaqla Adem Aleyhisselam o daraxtni yeganligi qarta Allohning ilmi azalida shu daraxtni yashmay bitilganligi uchun yedim deb hujjat keltirmadi. Chunki o daraxtning mevasini yesh Adem Aleyhisselamning o'z ixtiyorligi bilan bo'lgan. Bir inson o'zining ixtiyorligi bilan qilgan bu ishga qazo va qadardan dalil qilib keltirolmaydi. O faqatlan shu jannatdan chiqarib o'tilishi, jannatdan zaminga tushirib o'tilish qarta taqdirni hujjat qilgan. Ikkinchi yana bir savol kelib chiqadi. Onda bir ma'siyat qilguvchini, bir ma'siyat qilgan odamga, bir xatolashgan odamga uning ma'siyati qarta uning malomat qilish durust bo'landi bo'lmamdi. Endi bayon dedik biz mushunda xatolik o'tkazgan odamlar ma'siyatidan o'zini qazo va qadarni bana qilib o'zini aqlisi durust emasdi. Onda da mushunda ma'siyat o'tkazgan, xatolik o'tkazgan odamlar qarta ma'siyatiga o'tkazgan xatolik qarta sen nimishqa bunda xatolikni o'tkazsa, men xatolikni o'tkazganligimda bunda ziyon kelib chiqadi deb o'tkazgan ma'siyati qarta buningga boshqalarni ayiblash durust bo'ladi desa, durust bo'ladi. Ayiblash durust. Xo'sh, onda da ayiblash durust bo'lsa, qanday ular Musa Aleyhisselam hadisda hujjatni mag'lub bo'lguchi bo'ladi?
desa, bu nəhayət təfsiri qaraydigan bolsaq, bundaq bir məna çıxır. Endi navada biz Adem aleyhisselam, Musa aleyhisselam'a şu daraxtdan yeganlik qarta malamet qilgan malametini inkor qildi degan so'zni qabul qilinsa, onda qilmagan. Asli Adem aleyhisselam, Musa aleyhisselamning o daraxtdan sen yeding degan gapga qarta uning qilgan malametini inkor qilmagan. Bu yerdagi inkori jannatdan chiqarib o'tirishi edi. Agar buttu Adem aleyhisselam, Musa aleyhisselamga uning daraxtdan yeganlik qarta bo'lgan malametini inkor qildi. Şu Musa aleyhisselamning qilgan malameti daraxtdan yesh qarta edi. Adem aleyhisselam şu daraxtdan yesh qarta şu malametni inkor qildimi deyli. Unda da Adem aleyhisselamning Musa aleyhisselam qarta daraxtdan yeganlik qarta bo'lgan malametni inkor qilishi to'g'ri. Onda biz bayanladik o to'g'ri emas deb, chunki bu yerda masalani inchilab qarasa, Adem aleyhisselam to'g'ri jannatda Allah cheklagan shu daraxtning mevasini yegan. Bunun qarta o jazolangan. Bunun qarta Adem aleyhisselam Allah'a yig'lab tövbe qilgan. Allah onun tövbesini qabul qilgan. Shuna Allah onun tövbesini qabul qilgan. Çünkü qandaq bir Ademning Allah tövbesini qabul qilganligi isbotlanadi ekan, uningdan malamet chiqdi. Çünkü Allah Taala Adem aleyhisselamning tövbesini qabul qilgan. Onda Adem aleyhisselamning o daraxtning yeganligiga qarta malamet qilish bo'lmaydi. Şundaqla mesela had turg'izilgan, jazo turg'izilgan islomda yoki zina qilibdi, yo o'g'liq qilibdi, yo odam o'ldiribdi. Buning qarda islomiya bo'yicha bir had turg'izilgan bo'lsa, bir odamga bir jazo turg'izilgan bo'lsa, jazo turg'izilgan kishiga na'lat qilish, jazo turg'izilgan kishini ayiblash, uni tillash amaliyotda islomiyatda buni cheklangan. Uning tövbesi qabul qilingan bo'lsa, ya'ni u hadni qabul qilganligi uning tövbesini qabul qilinganligini ko'ryapmiz. Buni cheklangan azalda. Shuni unga malamat qilish qo'ymaydi. Masalan, bu vaqtda biz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning shu Sahih Muslimda bayon qilgan bir hadis qarasak, Rasulullohning davrida Muaz ibn Malik al-Aslami degan bir sahoba bo'lib, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishga kelganda kelib degan, "Ya Rasululloh, men o'zimga zulm qildim. Ya'ni men zina qilib soldim ya Rasululloh. Men o'zimning poklanishimni xohlaydim." Deganda Rasululloh uni qaytarib aytgan. "Yo'q, men qaytib ketgan" degan. Bu gap bo'yicha voy obdan gap qilding debla gachchilik uni jazolamagan. U aytib kelib Rasulullohga yana degan, "Oldingi kundagi gapning aynini o'qishini" degan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u Maizningki qavmiga deganki, "Sizlar buning aqlida sal masala bor deb qaramisizlar. Bu odamning aqli joyidami, nervasi joyidami yoki bu joyida emasmi? Buningda sal qanday qaraysizlar?" deganda, qavmi buning aqlining nihoyat joyida ekanligi, aqli o'shining joyida, nervasi joyida odam ekanligi qarta ma'lumotlarni bergan. Shuning bilan uningga bu Maiz yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qishqa 3-chi qatim kelgan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana bu to'g'risida tafsil ma'lumotlarni so'g'an. Oxirida buning aqlida hech qanday ma'lumot yo'q bo'lgancha uqqanda u 4-chi qatimga borgan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning bir katak qo'ltib, shuni katak to'g'izib turib uni rajm qilgan. Shundan sahobalarni bu sharafı rajm qilgan. Demak, mana bu yerda bir bizning bu dars bo'lgan munosabat oxiri chiqmasmi? Hozir chiqdi. Yana mushun munosabat g'amidiyalik bir ayol kelgan. Kelib degan, "Ya Rasululloh, men zina qildim, meni paklab qo'ysizlar. Men zina qilib soldim. Men mushunda xatolik o'tkazib qoldim. Allohning dargohiga pak ketishni xohlaydim" deganda, buni mi qaytarib o'tgan Rasululloh. Bu qaytarib o'tgandan keyin aytsi yana kelganda kelib, "Ya Rasululloh, meni siz nima qaytarib o'tdilar?" deb bu ayol balkim meni xuddi Maizni o'ylagandek o'ylab qolgan bo'lishlari mumkin. Yani balkim zina qilmagan-to, xato o'ylab solgan-to, men zinani zina emas deb tushib qolgancha deb qolmaslar. Men zinadan homildor bo'lib qoldim ya Rasululloh. Men homildor degan endi deb shundoq degan. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq bo'lsa, seni nima qilib rajm qilib olmaydi, bag'in balamni tuqqan degan. U ayol tug'ib bo'lgandan keyin
Andın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kaç gelgen. Ahirda o Resulullah onu bir neçe kıtım red kılış arkalık. En ahirde o balasını arıp mıklığını en ahirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayalını katakkalap rejim kılışkı buyurgan. Şunu bilem sahabe-i kiramla bu ayalına taş edip bunu rejim kılgan. Şu ceriyanda Halid de Velid radıyallahu anhu kuluğu bir taş edip taşnelip kuluğu bir taşnelip o ayalının beşi batkanda şu ayalının beştinin getirip çıkan kan Halid de Velid radıyallahu anhu'nun yüzünü çaçırganda Halid de Velid radıyallahu anhu bu ayalını tıllagan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halid de Velid radıyallahu anhu'nun o ayalını tıllaganlığını anlap diyen ki ey Halid canım kul boğan zat bilen kasam Allah bilen kasam kılman ki o ayal bir tövbe ki eğer o ayal tövbe kılgandek navadmış başgir adamlar tövbe kılgan bolsunmu onun günahı mağfiret kılınır deydigen. Yani bu ayal şu derecede halis tövbe kıldı ki navadmış kişiler binası ağan çağda tekrar zulüm kılıp bacaladığan sası tekrar zulüm kılıp bunda bacaladığan başgirler tövbe kılgan bolsa bunda bir tövbe kılsa başının günahını keçirlik kılıyotgan fakat günahı en ağır otgan şu başgirimi tövbesi kabul kılıp mağfiret kılınatkan derecede bir tövbe kıldı bu ayal diyen. Andır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ayalının namazını buyurulgan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılgan ve o ayal defne kılıngan. Hem de demek bu yerden kırılış buldu ki bir adamın ötküzüp koygan kemçilikki karta tövbe kılıp boğan bolsa, onun tövbesi kabul kılıngan bolsa, onu eyipleşka, onu kemsişke, onu malamet kılışkı bulmaydı. Şuna Musa aleyhisselamның Adem aleyhisselamga karta malamet kılışı, onu eyipleşi hadi doğru emez işimiz şu. Ama bir adam bir hatalık masiyetini kıttı. Mesela Adem öldürüptü, ya ki zina kıttı, ya uğuluk kılgan bolsa, ondan onun malamet kılgan kişiler için. Koy onun malamet kılma. Koy nimiş bunu katil deyse, nimiş bunu zinakor deyse, nimiş bunu uğur deyse, nimiş bunu eyıplama. Bunun muşunda zina kıldığı, bunun muşunda uğuluk kıldığı, bunun muşunda katillik kıldığı Allah'ın ilmi ezildi yazılıp boğan, o yaratılıştan bunun takdir kılınıp boğan deşinin üzü bu durusu olmaydı. Çünkü bu katil, onun katillik karta tövbe kılıp kısas elinip boğan bolsa, zinakor onun karta hak bulup boğan bolsa, oğru uzun uğuluk karta cezalını boğandın ki, andın onu eyiplaşka boğmaydı. Ama onundan burun, onu eyiplaşka boğmaydı, onu çekleşke boğmaydı, temizleşke boğmaydı da, o yaratılış takdirini bana atıp, bunu tusaşka, bunu eyipleş, çekilişi, bunu malamet kılmak, bunu eyiplemek, yilişte uzun durusu olmaydı. Çünkü İslam dini yaxşılıkı buyuruş, yamanlıktan tusaşka buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men ra'a minkum munkiran felyughayyir biyadihi fe illem yastati fe bilisanihi fe illem yastati fe bi kalbihi deydi. Demek bu yerde münkerini tusaş, onun karta sen demiş bunda kılsa deş, bu buyurulgan iş. Hem de dersimizden şunu hulasalayımız ki bizim bu ders, bugünkü dersimizde nurgun mezmunlar çıktı. Şunundan biz tüvende bir 5 mezmunla çıksak. Birincisi hakkını aşkarlaş için münazırının doğru ikenligi. Batıl bir narsani meydan keltirish için emas, hakkını meydanga chiqarish için münazirada hujjat keltirishning durust ekanligi, yo'l qo'yganligini bu darsdan ko'rib olamiz. İkincisi, hujjat keltirish jarayonida azbaz shundaq bir gapni davratlab qilish yoki bir qiz koyishni bak bir eyiblik ish emas ekanligini ham ko'rib olamiz. Üçüncüsü, kichik kishilar o'zidan cho'ng bo'lgan kishilarga bolalar otalar bilan munozir qilsa bo'ladiganligi, chiroyli shaklda, go'zal iboralar bilan munozir qilsa bo'ladi. Masalan, taliblar ustozlar bilan, shogirdlar ustozlar, o'quvchilar o'qituvchilar bilan, bolalar dadillar bilan munozir qilishning durust ekanligi. Ammo munozir qilsa adabsizlik qilsa bo'lmaydi. Yana bu shariatda yo'l qo'yilgan. Eğer o münazirden boğan maksat hakkını aşkarlaş bolsa, ilimni ziyade kılış için bolsa,
haq ishda, haqda to'xtash maqsad qilingan bo'lsa, o'zidan cho'ng odam bilan munozara qilib bosib bo'ladi. Balalar dadillar bilan munozara qilib bosib bo'ladi deganlik chiqadi. To'rtinchisi, Adem alayhissalomning Allah subhanahu va taolo mana buni meni yaratishdan 40 yil burun bu ishning menda sodir bo'lganligini yozgan deganligi Allah subhanahu va taolo meni mush ishni qilishga majbur qilgan, mushni qilishni vojib qilgan deganlik bo'lmaydi. Menda bunda ma'no chiqmaydi. Chunki menda mush daraxtni iste'mol qilishda erkinlik yo'qdi deganlik bo'lmaydi. Ma'na Allah subhanahu va taolo u Adem alayhissalomning ashundaq bir xatolikning sodir bo'lganligi lavhul mahfuzda Adem alayhissalom yaratilishdan burun Allohjon Allohni bekitib qo'yganligi, Allohning alim zot ekanligi, har narsani biladiganligini bu yerda uqtirib turadi. 5-inchisi, endi tövbe qilish bilan malomatning tushib ketadiganligi. Bir odam xatolik o'tkazgan bo'lsa, lekin u odam tövbe qilgan bo'lsa, tövbe bilan malomatning tushib ketadiganligi. Tövbe qilib bo'lgandan keyin malomat qilinsa bo'lmaydiganligi. Ikkinchi birisi, o'lib ketgandan keyin bir xatolik o'tkazibdi bir odam xatolik o'tkazib dunyodan ketib bo'lgan bo'lsa, o'lib ketgandan keyin malomat qilinmaydi deb qaradi. Ya'ni tövbe qilguvchi o tövbe qilinuvchi uningdan tövbesi qabul qilinganligiga asosan malomat qilinmaydi. Ammo yana bir gunoh qiluvchi bu dunyoda u dunyoga ketib bo'lgandan keyin u aloyitilganni buning qarta aşı o'lib ketgan palonning qilgan askilikida buning qarta malomat qilinmaydi. Allah subhanahu va taolo hammamizni eyiblanadigan, so'kiladigan, koyiladigan ishlarni yiroq qilsin, hammamizni madihlanadigan, yaxshi ko'riladigan ishlarga muyassar qilsin. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.